moshni ichidagi o'tni choptirsammi yoki chopsammi yoki undan ko'ra Belorussiyaga men $500 ishlagani ketsammikin deb o'ylab turgan dehqonlarga foydali maslahat. Xudo xolasa, bugungi mavzuyimiz mosh ichidagi begona o'tlarni yo'q qilish, arzon va sifatli mo'l hosil olish sirlari bo'yicha ish chiqishi ko'tarilib ketdi. Bu bosilayotgan o'tni, mosh ichidagi o'tni choptirib xarajat qilgandan ko'ra maqbul yo'li bor. Gerbisid ishlatish yengilroq variantga to'g'ri keladi sizlarga. Shuning uchun moshni ichidagi begona o'tlarga 1 yillik va ko'p yillik 1 yillik va 2 pallali begona o'tlarga g'o'zag'ar, itizun, sho'ra, shunga o'xshagan pechak, shunga o'xshagan o'tlarga qarshi Agrogol firmasini pilot preparati bu gektariga 1 litr ishlatiladi. Shu keng bargli o'tlargacha oladi. Bunga добавочный Zelben Super preparati va Silver sirtfol moddasi kile qo'shib ishlatilsa, mana shu uchalasi 1 gektar yerga o'ta yaxshi effekt beradi. Moshni o'zi qoladi. Boshqa o'tni qoldirmaydi. Bitta no tarafi faqat buni 1 yilda 1 dalaga 1 marta ishlatishga ruxsat etilgan xolos. 1 mavsumda 1 marta ishlatish kerak. Mosh ichidagi hamma o'tni o'ldiradi, faqat moshni o'zi qoladi. Yana bir asosiy sharti bu gerbisidlarni sepgandan keyin обязательно orqasidan suv ochish kerak, sug'orish ishlarini borish kerak. Ana shunda gerbisid 99% aniqlikda ishlaydi. Yana bir hammani qiynayotgan bir savol, gerbisid sepsak moshimiz o'sishdan to'xtab qoladi. Shunaqa gap so'z bor xalq orasida deydi. To'g'ri, ma'lum bir muddatga, ya'ni oz muddatga to'xtaydi, chunki ta'sir qiladi. Shu to'xtab shuni bildirmaslik uchun moshga suspenziya qilinadi. Keyingi mavzuyimizni o'tkazib yubormasangiz, moshga bargidan ozuqa berish, ya'ni 1 gram tagidan dori solmasdan 2,5 tonnagacha hosil olish mumkin bo'lgan suspenziyalar haqida gaplashamiz. Salomat bo'ling.